Bizning ish vaqtimiz restoran ochilib yopilguncha o'zi. Shunda bolalar bilan alishib, mana shu restoranda ishlaymiz. Restoranimiz shu ertalab soat 12 dan kechqurungi 11 gacha bo'ladi. Ovqatimizga asosiy buyurtmalar o'zi bizning restoranimizda shu turistlar uchun mo'ljallangan. Keyin o'sha tandirda pishadigan ovqatlarga asosan urg'u berilgan. Hamma shu milliy ovqatlarimizni bir xil buyurtma bo'ladi. Asosan shu tandir go'shtimizga, oshlarimizga, shu somsalarimizga, tandirda yopilgan nonlarimizga, shu mehmonlarimizni hammasi yeb mamnun bo'lishadi. O'zimizning shu milliychiligimizni, shu milliy taomlarimizni yoqtiradiganlar, keyin ko'pincha qo'shni davlatlardan kelishadi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonlardan juda ham ko'p hozir kunda mehmonlarimiz bor. Keyin Yevropadan juda ham katta hozir turistlarning oqimi kelyapti. Xitoydan, Tailanddan, Koreyadan juda ham ko'p davlatlardan kelishadi. Hozir hammaning qo'lida o'z telefoni bor. Shu kelishligidan tortib o'sha bizani suratga olishadi, shu oshxonalarimizni, ish jarayonlarimizni ko'rishadi. Marhamat, bemalol kirib, xohlaganini ko'rib, misol uchun non yopish jarayonlarini ko'rsa bo'ladi yoki osh tayyorlayotganda nima ovqat shu jarayon qaysi ovqat ustiga shu vaqtga kelib qolsa, shuni hammasini ko'rib, bemalol o'zligi birga bizlar bilan xolasi tayyorlashligi mumkin. Jarayonni o'zligi ko'rib, suratga olishligi ham mumkin videoga. Nechta oshpaz ishlaysizlar bu yerda? Oshpazlarimiz 10 ga yaqin umumiy jamoada